Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli ustozlar, aziz talabalar, Alloh taolo barchamizga ushbu Ramazoniy kechalarini muborak qilsin, xayrli qilsin. Alloh hammamizdan qabul qilsin. Mo'minlarni, musulmonlarning boshiga tushgan ofatlardan biri, ayniqsa hozirgi zamonda hammamizning ham boshimizda bor bo'lgan ofatlardan biri ibodatni odatga aylantirish. Alhamdulillah Ramazonni boshida turibmiz, avvalgi kunlari, avvalgi kechalarni o'tkazyapmiz. Lekin o'zimizni qalbimizga bir nazar solaylik, o'zimizni bir sarhisob qilaylikchi. Birinchi kecha Ramazonni kutib olganday o'sha xush kayfiyat, ko'tarinki kayfiyat, zavqu shavq o'shandaymi yoki susayyaptimi? Mana shu narsani bir o'zimiz sarhisob qilishimiz kerak. Ibodatni odatga aylantirmaylik azizlar. Ibodatni odatga aylantirmaylik. Barcha ofatlar shundan keladi. Shuni natijasidan kelib chiqadi. Ramazon ro'zasini tutishlik, Ramazon kechalari tarovihlarni o'qishlik, butun barcha ibodatlarimiz, Alloh taolo farz qilgan barcha ishlar, bular ibodat hisoblanadi va ibodatlik maqomida saqlashimiz kerak. Himmatni oliy qilish kerak deb har kecha gapiryapmiz. Oliy himmat odam ibodatni eng yuqori darajaga ko'tarishga harakat qiladi. Oliy himmat odam. Insonning himmati oliy bo'lsa, taqvodor bo'lishdan pastiga rozi bo'lmaydi. Taqvodor bo'lishdan pastiga rozi bo'lmaydi. Alloh taolo taqvodorlarni maqtadimi? Mani Rabbim taqvodorlarni maqtadimi? Menga rizq beruvchi zot, mani yo'qdan bor qilgan zot, mani bu dunyoga kelib, bu dunyoda imtihon dunyosida mani yaratib, mendan juda ko'p narsalarni, ya'ni ko'p vazifalarni bo'ynimga yuklagan zot mendan taqvodor bo'lishimni iroda qildimi, shunga buyurdimi? Demak, men taqvodor bo'lishim kerak. Men taqvo yo'lini tutishim kerak. Har bir ishimda, har bir harakatimda, har bir sakonatimda taqvo yo'liga harakat qilishim kerak. Taqvodorlar o'zi qanday bo'ladi? Alloh taolo taqvodorlarni qanday sifatlar bilan sifatlagan, qanday maqtagan? Mana shu yo'lda men ham sobit bo'lishim kerak, shunga harakat qilishim kerak, shu darajaga chiqishim kerak deb harakat qilishimiz kerak. Qadamni shunga qarab bosishimiz kerak. Bundan pastiga rozi bo'lishlik himmatsizlik bo'ladi. Himmatsizlik. Bundan pastiga rozi bo'lishlik. Har bir qavlimizda, har bir gapirayotgan gapimizda, har bir qilayotgan ishimizda taqvo yo'li qanday degan savol bilan keyin o'sha ishni bajarishimiz kerak. Taqvo yo'li qanday? Ana shu gapimda aytsam, taqvo yo'liga to'g'ri keladimi? Ya'ni Alloh taolodan qo'rqqan odam, Alloh taoloni yaxshi ko'rgan inson shu gapni aytishi joizmi, joiz emasmi? Bir ishni qilyapmiz, Alloh taoloni yaxshi ko'rgan, Alloh taolodan qo'rqadigan, qiyomatdan umidi bor odam shu ishni qilishi joizmi, joiz emasmi degan bir tarozimiz bo'lishi kerak. Musulmonni tarozisi bo'lishi kerak. Shariat tarozisida har bir amalini o'lchab ko'rish kerak. Undan keyin u ishni qilish yoki qilmaslikni mana shu taroziga solib ko'rgandan keyin hal qiladi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar roziyallohu anhu aytadilarki, hisob kitob qilinishingizdan oldin o'zingizni bir hisob kitob qilib ko'ring deydilar. Dunyoni o'zida hisob kitob qilinglar o'zlaringizda deydilar. Wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum. Amallaringizni taroziga solib ko'ringlar. Erta qiyomatda taroziga tushishdan oldin, taroziga solib uni o'lchanishidan oldin o'zingiz shu dunyoni o'zida taroziga solinglar amallaringizni deydilar. Demak, himmatni oliy qilish degani
Bu dunyoda ko'p pul topish degani emas, dunyoda katta mansablarga ega bo'lish, martabalarga ega bo'lish degani emas. Dunyo odamlarida, dunyo odamlarining ichida, dunyo matolarining ichida eng yuqori martabalarga ega bo'lish, obro' e'tibor topish degani emas. Shunday odamlar borki dunyoda, shunday odamlar borki bu dunyoda hech kim ularni mensimaydi, lekin ularning nomlari oxirat daftarlarida jannat ro'yxatiga kirib bo'lgan. O'zlari oramizda tirik yuribdi, lekin ularning ro'yxati, nomi jannatdagi ro'yxatga tushib bo'lgan. Ba'zi odamlar bor, hamma ularga havas bilan qaraydi, hamma ularni eng yaxshi odam deb biladi. Alloh panoh bersin, ularning nomlari do'zax ro'yxatiga tushib bo'lgan odamlar. Shuning uchun Allohumma la aysha illa ayshul axirah dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ey Alloh, haqiqiy hayot oxirat hayotidir. Haqiqiy yashash, haqiqiy baxt, haqiqiy saodat oxirat hayotida yetadigan baxt va saodatdir. Dunyodagi baxt, dunyodagi saodat yoki dunyodagi mansab, martaba bu narsalar oxiratdagi martabani belgilamaydi. Shuning uchun azizlar, nima qilishimiz kerak? Hammamiz ham, bu hammamiz uchun bir nasihat, hammamiz uchun ibrat, hammamiz ham taqvo yo'lini lozim tutishimiz kerak. Ibodatga ibodat deb qarashimiz kerak. Odat bo'lib qolmasin ibodatlarimiz. Namozni endi 5 vaqt namoz o'qishimiz kerak ekan deb necha rakat o'qiganimizni bilmasdan, har bir rakatda nimalarni o'qiganimizni bilmasdan, tilimiz namoz o'qib, qalbimiz bozorda, qalbimiz boshqa joylarda, ko'cha-kuyda, har qayerda yuradigan holatda namoz o'qimasligimiz kerak. Biz o'rnak bo'lishimiz kerak. Biz haqiqatan o'zimizni tuzatishimiz kerak. Keyin bizni so'zimiz, bizni gapimiz, bizni amalimiz boshqalarga o'rnak bo'ladi, ibrat bo'ladi inshaalloh. Boshqalarga hozir gapirish shart emas. Birovga unday qil, bunday qil deb tushuncha berish shart emas. Odamlar qarab, sizni muomalangiz, sizni xulqingiz, atvoringizga qarab, o'zi haqni anglab olaveradi. Shu haq ekan deydi. Odamlar hozir farzandlarini quloqsizligidan, farzandlarini odobsizligidan, tarbiyasizligidan charchagan. Tarbiya qila olmayapti ota-onalar farzandini. Chunki shunday vaziyat, holat shunaqa. Hamma joyda, butun dunyoda shunday. Lekin shunday holatda, shunday vaziyatda sizning go'zal tarbiyangizni ko'rib, mana shunday bo'lsaydi, meni ham farzandim. Demak, bularning go'zal tarbiyasi, bularning chiroyli tarbiyasi nimadan ekan? Nima sababdan ekan deydi. Sizni tarbiyangizni asosi Alloh bilan bog'lanishingizda, sizni tarbiyangizni asosi, tamal toshi Alloh taologa taqvo qilishingizda. Sekin astalik bilan men ham farzandimni mana shunday taqvodor qilay, Alloh taologa muhabbatli qilay, Allohning yo'lida yuradigan qilay deb sekin astalik bilan insonlar sizni yo'lingizga farzandini o'sha siz yurgan karvonga qo'shib qo'yaveradi. Shuning uchun gapirishlik bilan emas, gapirishda gap ko'p, gapiruvchilar ham ko'p. Bizdaqa odamlar qanchasi gapirib yotibdi-da ko'chada. Gapiryapti. Faqat gapirish bilan emas taqvo. Gapirish bilan bo'lmaydi islomga da'vat. Islomga da'vat asosan amal bilan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir namoz o'qiganda xuddi dunyodan butunlay uzilib ketardilar. Dunyodan uzilganda dunyo ahlidan emasday bo'lib qolardilar. Sahobalar ham xuddi shunday bo'lishardi. Sahobalarning hadislarida keladi. Ko'cha-kuyda yurganda kunduzi deydi, bir-birlari bilan hazil huzul ham qilishardi, kulishardi, hatto bir-biri bilan bizni tilda aytganda kurashib, ba'zida bir yugurib, kim tez mana bu nishonga borish, o'sha marraga tez borish, shunaqa o'yinlar ham o'ynashardi. Kamon otish o'ynashardi, otga chopish o'ynashardi va hokazo. Shunaqa o'yinlar o'ynab, bir-birlarini yiqitib, hazil huzullar bo'lardi. Lekin deydilar, namozga kelganda rohiblarga aylanib qolishardi. Namozga kelganda butunlay tarku dunyo qilgan odamlarga aylanib qolishardi. Kechalari yig'lab o'sha hozirgina hazil huzul qilib kulishib turgan sahobalar
ularni bunaqa deb o'ylamasdan odamlar boshqacha ekan, bular ham kulishar ekan, unday qilar ekan deb o'ylab turgan odamlar kechalari ibodatda yig'lab soqollari ho'l bo'lib ketishardi deydi. La ilaha illallohu nastag'firulloh degan kalimani aytyapmiz. Birinchi kechadan ko'ra pastroq bo'lib qolgan bu ovozlarimiz. Bu ibodat bu. La ilaha illallohu nastag'firulloh. Hammamiz buni ma'nosini bilamiz. Allohdan boshqa iloh yo'q, Allohdan boshqa ma'bud yo'q, Allohdan boshqa ibodatga loyiq zot yo'q. Biz ibodat qiladigan zot yagona Allohdir. Biz istig'for aytamiz, gunohlarimizdan Allohdan kechirim so'raymiz. Qancha gunohlarimiz bor, kamchiliklarimiz bor. Ey Alloh kechirgin bizni deb biz o'zimizni kamchiligimizni, Allohni e'tirof qilgan holatda kamchiliklarimizni nima qilyapmiz? Allohga arz qilyapmiz. Nas'alukal jannah, jannatni so'raymiz sendan ey Alloh, va na'udzu bika minan nar, do'zaxdan panoh so'raymiz deyapmiz. Chin dildan aytishimiz kerak, baralla aytishimiz kerak buni. Bu hadislarda kelgan narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar mana shunday deb aytinglar deb. Shu uchun aytamiz. Shu uchun ulamolar buni mana shu tarovihlarga aytish, Ramazon kechalarida aytishni joriy qilishgan. Ulamolarning yo'li bu, ulamolarning sunnati. Shuning uchun buni baralla aytishimiz kerak. Har bir inson shunchaki odat sifatiga kiritib emas, odat tusiga kiritib emas, uni chin dildan, haqiqatdan jannatni so'rab, haqiqatdan do'zaxdan panoh so'rab, haqiqatdan gunohlarga istig'for aytib, buni baralla aytishimiz kerak. Doim har bir ishimizda Alloh taolo Ramazonning ro'zasini farz qilar ekan, shu oyatning oxirida nima dedi? La'allakum tattaqun dedi. Sizlarga ro'za farz qilindi, sizlardan oldingilarga farz qilingani kabi taqvodor bo'lishlaringiz uchun dedi. Taqvodor bo'lasizlar dedi. Ya'ni agarda ro'zani o'z o'rniga qo'yib tutilsa, agar ro'za mukammal ravishda Alloh taolo uchun tutiladigan bo'lsa, ro'zaga amal qilinsa, albatta inson taqvodor bo'ladi. Taqvo yo'liga o'tadi. Taqvodorlar oladigan nasibani Alloh taolo taqvodorlarga va'da qilgan manzilalar, martabalarga erishadi. Demak, biz ro'zani hozir tutayotgan ro'zamizni, qilayotgan Ramazon oyida qilayotgan ibodatlarimizni mukammal qilaylikki, ibodat deb qilaylik, odat deb emas, ibodat deb qilaylikki, inshaalloh Alloh taolo qabul qilsin. Alloh taolo bizni taqvodorlar yo'liga boshlasin, taqvodorlar safidan qilsin. Bu yo'l taqvo yo'li, boya aytganimizdek, oliy himmatlar yo'li. Taqvo yo'li oson yo'l emas. Oson yo'l emas. Modomiki bu dunyoda, bu koinotda shayton bor ekan, modomiki insonda nafs bor ekan, taqvo yo'lini tutishlik oson narsa emas. Shuning uchun oliy himmat insonlargina taqvo yo'lini tutadi. Bu oson emas. Har bir ishda taqvo kerak. Har bir ishda sotuvchi sotadigan narsalarni taqvo bilan sotish kerak. Oluvchi olayotganda taqvo bilan olish kerak. Yeydigan narsangizga ham taqvo aralashadi, ichadigan narsangizga ham taqvo aralashadi, gapirayotgan gapingizga ham, qiladigan ishingizga ham boya aytganimizdek taqvo aralashadi. Shuning uchun taqvo bu hayot yo'li, taqvo hayot yo'li. Imtisalu amrillah yoki imtisalu avamirillah va ijtinabu nawahihi. Alloh taoloning buyruqlariga bo'ysunishlik, Alloh taolo qaytargan ishlardan qaytishlik taqvo yo'li. Bunga oz kishilar erishadi. Umar roziyallohu anhu bir kishini duo qilayotganini eshitib qoldilar. Ey Alloh, meni ozlardan qilgin deb duo qilayotganini eshitdilar. Sen nima deyapsan ey inson? Ey Allohning bandasi, sen nima deb duo qilyapsan? Nega unday deyapsan deb so'raganlarida u odam aytdiki: "Va qalilun min ibadiyash shakur" deydi Alloh taolo deydi. Va qalilan ma hum deydi Alloh taolo deydi. Ya'ni taqvodorlar oz, Alloh taologa shukr qiluvchi bandalar oz deb Alloh taolo ularni oz degan. Taqvo ahli oz degan. Alloh taologa haqiqiy ma'noda ibodat qiladiganlar oz degan. Va ma amana ma'ahu illa qalil. Nuh alayhissalomga oz kishilar iymon keltirdi. Haqiqiy ma'noda iymon keltirganlar oz edi. Shuning uchun mana shunday baxtli saodatga erishgan ozlardan qilgin deb duo qildim deb aytgan ekanlar.
Umar roziyallohu anhuga, o'sha inson, o'sha taqvodor inson. Bu bilan aytmoqchimanki, taqvo yo'lini tutganda atrofingizda oz odam qoladi. Ozchilik taqvo yo'lini tutadi bu dunyoda. Hamma ham taqvo yo'lini tuta olmaydi. Bu og'ir narsa. Ikkinchidan, bu yo'lni dushmanlari ko'p, insu jin shaytonlari dushmanlik qiladi taqvodorlarga. Lekin Alloh taoloning yo'lida sobit ekansiz, Alloh taoloning yo'lida to'g'ri turar ekansiz, boshqasiga e'tibor bermaslik kerak, boshqasiga parvo qilmaslik kerak. Fuzayl ibn Iyoz radhiyallohu anhu aytadilarki, ilzam tariqal huda va la yadurruka qillatus salikin. Hidoyat yo'lini lozim tut deydilar. Hidoyat yo'lini, taqvo yo'lini lozim tut. U yo'lga kiruvchilarning ozligi senga zarar qilmaydi deydilar. Odamlar oz bo'lsa ham senga zarari yo'q uni. Sen shu yo'lni lozim tutaver. Ko'pchilik boshqa tomonda ekan deb ko'pchilikka ergashib ketavermaysan. Alloh taoloning yo'li to'g'ri yo'lini tanigandan keyin, bilgandan keyin o'sha yo'lni lozim tutasan. Wala yadurruka qillatus salikin va iyyaka va turuqad dalalah. Zalolat yo'llaridan saqlan, uzoq bo'l deydilar. Xato yo'llardan uzoq bo'l. Wala taghtarra bi kasratil halikin. Halok bo'luvchilarning ko'pligi bilan g'ururlanib, aldanib qolma deydilar. Ko'pchilik shu yo'lga ketyapti-ku. Hamma qilyapti-ku shu ishni. Hamma qilyapti degan narsa bizni buzadi. Hamma shu ishni qilyapti. Nima hamma shunday xato qilyaptimi deydi. Hamma qilgan ish to'g'ri bo'lavermaydi. Shariatga muvofiq ish to'g'ri bo'ladi. Shariatga muvofiq, Alloh va rasulining yo'liga muvofiq ish to'g'ri bo'ladi. Hamma unday qildi, hamma bunday qildi deb ko'pchilik adashib ketadi. Shuning uchun Fuzayl ibn Iyoz aytdilarki, "Wala taghtarra bi kasratil halikin." Ular halok bo'lgan insonlar, halok bo'lganlar ko'pligi bilan aldanib qolma dedilar. Alloh taolo aytadiki, "Inna Ibrohima kana ummatan qanitan lillahi hanifan." Ibrohim alayhissalom haqida gapirib, Qur'oni Karimda Ibrohimning o'zi bir ummat edi deydi. Bir ummat, butun boshli katta millat, katta jamoat edi Ibrohim alayhissalomning o'zlari. Ibrohim alayhissalomga iymon keltirganlar kam edi. Lekin Ibrohim alayhissalom bitta ummatni javobini beradigan odam edi. Taqvosi bilan, iymoni bilan, tasdiqi bilan, amallari bilan Ibrohim alayhissalom butun ummatga tatigulik inson edi, butun ummatga teng odam edi. Shuning uchun bitta o'zi bo'lsa ham Ibrohim alayhissalom atroflaridagi qancha odamlar, minglab, millionlab odamlar butparast edi. Olovga sig'inadiganlar edi, butga sig'inadiganlar edi va hokazo shunaqa insonlar edi. Ibrohim alayhissalom bitta o'zi haqiqatni aytdi, haq yo'lda sobit turdi. Ibrohim alayhissalomni adashtirish uchun, Ibrohim alayhissalomni g'ururlantirish uchun, o'ziga tortishlik uchun harakatlar bo'lmaganmi? Bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamda bo'lmaganmi? Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Oysha onamizga aytadilarki, "Uzitu fillahi va lam yu'za ahadun." Men Alloh yo'lida aziyatlandim deydilar. Bitta o'zim aziyatlangan paytim hali hech kim Alloh yo'lida aziyatlanmagan edi. Hech kim manchalik aziyat ko'rmagan dedilar. Boshida shu haqni tarqatishni boshladim, yaxshilikka insonlarni chorlashni boshlaganimda, yomonlikdan qaytarishni boshlaganimda juda ko'p aziyatlar ko'rdim. Bitta o'zim yolg'iz edim. Yolg'onga chiqarishdi, xoinga chiqarishdi, sehrgarga chiqarishdi, folbinga chiqarishdi va hokazo. Payg'ambarimiz alayhissalomga o'nlab laqablar qo'yishdi. Lekin undan tashqari, ya'ni laqablardan tashqari, aziyatlardan, zulmlardan tashqari qancha narsa va'da ham qilishdi. Dunyoni va'da qilishdi. Podshoh bo'ling dedi. Eng yaxshi ayollarni, qizlarni sizga beramiz dedi, uylantiramiz sizni dedi. Boshlig'imiz bo'lasiz dedi, podshohimiz bo'lasiz dedi, eng boyimiz bo'lasiz, sizga pul yig'ib beramiz dedi va hokazo qancha dunyoviy rag'batlar, dunyoviy aldovlar bilan o'zlariga og'dirmoqchi bo'lishdi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mashhur gaplari bor. Agarda lawada'u shamsa fi yamini,
val qamara fi yasari. Agarda o'ng qo'limga quyoshni olib kelib qo'ysalar, chap qo'limga agarda oyni keltirib qo'ysalar ham mana shu da'vatimni, mana shu haqqa chaqirishimni, amri ma'rufni, nahiy munkarni, haqqa chaqirishni, Allohni tanitishni, tark qilishligim evaziga shu narsalarni qilsalar ham yo'q deyman dedilar. Rozi bo'lmayman dedilar. Va qabul qilmadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bitta o'zlari aziyatlanib, bir ummat bo'lib boshlagan ishlari mana alhamdulillah hozirgacha yetib keldi. Biz hammamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam deymiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llaridan yuribmiz. U zotning ko'rsatmalari demak shu, ibodatni mahkam tutish, ibodatni ibodat qilib, ibodatlik ruhiyati bilan bajarish, shundagina boshqa amallarimiz, barchasi dunyoviy ishlarimiz hammasi o'nglanadi inshaalloh. Namozni o'z o'rnida, o'z vaqtida, o'zining ruhiyati, kayfiyati, xushu, huzu bilan o'qsak, ro'zani o'z o'rnida, o'z vaqtida, o'z oyida xushu, huzu bilan Alloh taologa muqarrab bo'lishlik uchun ixlos bilan, iymon bilan tutsak, tarovihlarda mana shunday ixlos va iymon bilan qoyim bo'lsak, inshaalloh boshqa ishlarimiz hammasi o'nglanadi. Hammasi o'nglanadi. Hech kim bizni qarshimizga tura olmaydi, hech kim fitna qila olmaydi. Alloh taolo o'zi asraydi. Shu dunyoda ham, oxiratda ham baxtli, saodatli bandalardan bo'lamiz inshaalloh.